Bugun to'g'risi men uchun juda ham bir xayrli, barakotli kun bo'lyapti. Men o'zim ta'lim olgan, o'zim tarbiyalangan bir maktabga tashrif buyurdim. İnson uchun eng tabarruk, eng unutilmas makon bu uning maktabi bo'ladi. Mana shu dargoh bizga ilm berdi, ma'rifat berdi. Shuning uchun anchadan beri o'zim niyat qilib yurgan edim, kelib shu yerda ozgina bo'lsa ham o'zimizni bir hissamizni qo'shsak, biror bir yordamimiz bo'lsa qilsak, o'quvchilar bilan ko'rishsak, ustozlarni ziyorat qilsak deb turgan edim. Nasib bugunga ekan, sizlar bilan ko'rishtiribmiz. Prezidentimizni Alloh umrlarini uzoq qilsin. Kuzatayotgan bo'lsanglar, prezidentlik lavozimiga kirishganda bu yog'iga faqat ilmni gapiradilar. Ta'lim, faqat ta'lim. Shuning uchun hamma e'tiborlarni ta'limga qarab. Bugun yoshlar juda ham baxtliksizlar. Bizi davrlarimizda oliygohlar juda ham oz edi, qo'l bilan sanoqli edi. Endi bugun o'qishga harakat qilib hujjatini topshirgan talaba borki kiryapti. Yana bir danaga 5 tadan bittasini tanlash huquqiga ega. Bu imkoniyatlarni Allohga shukr qilib qabul qilish kerak. Islom dini ilmni ustiga qurildi. Birinchi bo'lib tushgan surani bilasizlar. Birinchi bo'lib payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga Alloh taolo o'sha g'or Hiroda turganlarida Alloh Jabroil alayhisalomni yuborib birinchi bergan topshirig'i Iqro bo'ldi. O'qing degan oyat topshiriq bo'ldi. Ilm o'qing, ta'lim olavering, Alloh o'zi sizga bir yo'lini ko'rsatadi. Ilm orqali sharaf topasiz, ilm orqali izzat topasiz. Ilm insonni ham ma'rifatli qiladi, odobli qiladi. Mana shuni g'animat bilish kerak. Hamma narsani o'z vaqtida qilishlik kerak.